Assalomu alaykum Oqtepasoyliklar. Bugun biz tarix fanni o'qituvchisi ustozimiz Abdujabbor Mamanov bilan suhbat uyushtiramiz. Biz bugun Abdujabbor Mamanovni ustozimizni o'z faoliyati, tariximizda nima ishlar qilib o'tganligini Abdujabbor ustozimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum ustoz. Xabaringiz bor, bilasiz. Oqtepasoy tarixi va hayoti kanali gruppamizni ochganmiz. Ana shu Oqtepasoy tarixi va hayoti kanalimizga biz mana shu o'tmishda o'tgan, tarixda bo'lib o'tgan voqealarni, siz yozgan Oqtepasoy tarixi kitobidan ko'plab ma'lumotlarni kiritib boryapmiz. Siz bilan suhbat qilishlarni niyat qildik. Ana shu suhbatlarga mana yetib turibmiz, Xudo xohlasa. Mana shu Oqtepasoyimizni tarixini yozishni avvalo siz boshlagansiz. Endi shu narsani yuzalanshtirish uchun siz bilan yana ham hali ko'p ijodlar qilamiz. Ana endi hozir biz sizga mana shu tarixga kirib kelishingiz, o'zingiz faoliyatingizda bir mana shu Oqtepasoyimizdagi insonlarga bir ma'lumotlar berib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum kanalimiz ishtirokchilari. Men Mamanov Abdujabbor Mamatович 1960-yil 6-fevralda Oqtepa xo'jaligining Sut qishlog'ida tavallud topganman. Dastlab 12-maktabda ta'lim oldim. Maktabni tamomlagach Toshkent davlat universiteti Toshku hozirgi Milliy universitetning tarix fakultetiga o'qishga kirdim. Oliy o'quv yurtini tamomlab 1981-yilda mehnat faoliyatimni hozirgi 11-maktabda boshlaganman. Mehnat faoliyatim davomida men tarix fanlarida o'rkashunoslik materiallaridan foydalanish mavzusi yuzasidan ilmiy ish olgandim. Ana shu ilmiy ishim asos turtki bo'lib, men 1981-yildan boshlab Oqtepa tarixini, Qo'shrobod tarixini o'rganishga harakat qildim. Ana shu tarixni o'rganish natijasida men bir qancha asarlar yozdim. Mana Oqtepa tarixi, Oqtepaning bu yerda 5000 yillik tarixi, mana Qo'shrobod tumanimizning tarixi, o'tmishi haqida asar yozdim. Bundan tashqari mana dars o'tishning 40 usuli, yangi noan'anaviy usullardan foydalanish bo'yicha asarlar yozdim. Bundan tashqari mana men haqimda professor Mironov boshchiligida vakillar meni ishimni o'rganib chiqib alohida asar yozib chiqardi. Bundan tashqari mana malaka oshirish oliygohi, Behbudiy nomidagi malaka oshirish oliygohi men ishlarimni o'rganib chiqib alohida kitobcha qilib chiqargan. Bundan tashqari men bir qancha mana asarlar yozib, mana hikoyalarimni yozib chiqarganman va yana mana gazeta va jurnallarda 60 dan ortiq maqolalar yozib chiqarganman. Mana shu Oqtepasoy tarixi haqida, Qo'shrobod tumanimiz tarixi haqida qancha mana shu ilmiy maqolalar yozib chiqqanman. Mana Oqtepa tarixini o'rganish borasida men ko'pgina tarixiy voqealarning guvohi bo'ldim. Arxeologik qazish ishlari olib borishimiz natijasida Oqtepa tarixiga oid ko'plab tarixiy ashyoviy manbalarni topishga muvaffaq bo'ldim. Albatta inson mehnat qilsa, mehnati zoya ketmas ekan. Prezidentimiz
Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan paytda meni mehnatimni yuksak baholab menga 1 million mukofot puli bergandi. Bundan tashqari mana O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi unvoni berishdi. Ko'plab faxriy yorliqlar 40 dan ortiq to Yesirdan tortib viloyat, respublika xalq ta'limining faxriy yorliqlari bilan taqdirlandim. 42 yil dastlab 11-maktabda, undan keyin hunar texnika bilim yurtida 1987-yildan to 2007-yilgacha hozirgi 12-maktabda yoshlarga tarix fanidan saboq berib keldim. 42 yil deyarli mehnat faoliyatim davomida minglab yoshlarni mustaqil hayotga qadam qo'yishida, tarix fanini o'rganishida ko'makchi bo'ldim. 2000-yilda nafaqaga chiqdim. Hozirda nafaqaxo'r dam olishdaman, nafaqadaman. Qo'shrabot tumani dastlab hozirgi Ochilq Qodirov xo'jaligi hududida 8-asrda mavjud bo'lganda, 8-asrda arablar tomonidan qurilgan. U yerda ikkita robot bo'lib, arablar biriga arab jangchilar, ya'ni g'oziylar deb atalgan g'oziylar turgan, ikkinchisida esa ot ulovlari turgan. Shu robotlar bor joyda qo'rg'on va sarbozorlar bo'lgan, savdo sotiq qilish maqsadida. Mana shu yerdan Samarqandni Nurotda bilan bog'lab turuvchi Buyuk Ipak yo'li ham o'tgan. Mana shu Buyuk Ipak yo'li yoqasida joylashgan. Qo'shrabot tumani 1943-yil 13-fevralda ilk bor tashkil topgan. Keyinchalik 1952-yilda qurg'oqchilik kelganligi sababli suv bo'lmay hozirgi Pichat qishlog'iga ko'chirilgan. Keyin u tomon Qo'shrabot 1, bu tomon Qo'shrabot 2 nomini olgan. Yoki eski Qo'shrabot, yangi Qo'shrabot deb ham atalardi. 1957-yilda 12-oktyabrda Qo'shrabot tumani batamom tugatilib, uning hududlari Payariq, Nurotda, Ishtixon tumanlariga berib yuborilganda, taqsimda berilgan. Keyinchalik Qo'shrabot tumani 1978-yil 3-aprelda qayta tiklangan. Ammo 1988-yilda yana tugatilib, 1989-yilda qayta tiklangan. Ana shundan buyon Qo'shrabot tumani hozirgacha tuman sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Qo'shrabot tumani hududida biz uzoq izlanishlar olib borish natijasida ko'pgina muhim ahamiyatga ega bo'lgan topilmalarni o'rganishga muvaffaq bo'ldik. Undan tashqari mana shu Buyuk Ipak yo'li Samarqand bilan Nurotani, qolaversa Buxoroni bog'lovchi Buyuk Ipak yo'li bilan birgalikda Ishtixon, Katta Qo'rg'on bu tomonlarni bog'lovchi Ipak karvon yo'lini ham aniqladik. Bu karvon yo'li Poytavolining yo'li deb atalarkanda, ilgari bizlarda hududlarda tuya bo'lmagan ekanda, odamlar tuyani bilmas ekan. Shu poy oyoq bo'lsa, tovacha chuqur. Ana shu tuya uni bosganlarda yerda chuqurcha hosil bo'lib, tovachaga o'xshab qolganligi uchun Poytavolining yo'li deb atalib ketgan ekanda. Qo'shrabotda, Oqtovda narigi tomonda Bug'doy qo'rg'on bor. Undan tashqari shu yerda Jaloyradir bor. Ana shu Bug'doy qo'rg'onga tumanning barcha g'allasi shu yerga to'planar ekanda, keyin qozoqlar tuya bilan kelar ekan. Hozirgi qo'ralas, kichik qo'ralas, katta qo'ralas deb ataladi. Hozirgi Gayaning
old tomonida ilgari avtokolonna bor edi. Ana shu yerlarda kichik qurilish bo'lib turib, tuyalar saqlangan. Undan keyin hozirgi avtostansiyaning atrofida katta qurilish bo'lib turib, los tuya, qo'ra deb turib, ana tuyalar saqlanganda qozoqlar tuyalar bilan kelib ana shu yerda istiqomat qilgan. Yuklarni savdogarlar yuk olib borish kerak bo'lsa, Samarqand yoki boshqa shaharlarga yuk chiqarish kerak bo'lsa, shu qozoqlarni yo'llagan. Qozoqlar tuya bilan yuklarni tashib bergan. Keyinchalik o'zimizda ham karvonsaroylar tashkil etilib, tuyalar olib kelingan, keyin o'zimizdan tuya kashlar chiqib, keyinchalik savdo sotiq o'zimizda ham rivojlangan. Endi Qo'shrabot tumani xuddi qadimdan odamlar yashab kelishgan. Ba'zi tarixchilarda aytishi bo'yicha paleolit davridan boshlanadi deb aytadi, lekin menda neolit davriga oid ma'lumotlar borda, neolit davriga oid mana arxeologik qazishma ishlar olib borishimiz natijasida neolit davriga oid tosh qurollar, sopol buyumlar, kul uyumlari, xumdonlar topilgan. Biz mana rasmda ko'rsatdik. Ana shu davrdan, ya'ni bundan 5 ming yillar ilgari Qo'shrabot tumanida odamlar yashab kelgan. Bundan tashqari arxeologik qazishma ishlari olib borishimiz natijasida bronza davriga oid buyumlarni topdik. Undan keyin 8 miloddan avval 8-7 asrlarga oid sopol buyumlar topdik. Bu Qo'shrabot hududidan bronza davriga oid jasad topdik. Jasad qo'rg'on sifatida qurilgan, atrofi xongishlar bilan terilgan, ichida ayol kishining jasadi bo'lib, bukchaygan holda xuddi onadan tug'ilgan kabi ko'milgan. Yonidan 3 ta sopol idish, jasadning bo'ynida, oyoqlarida, qo'llarida bronzadan yasalgan munchoqlar topildi. Biz buni davrlashtirganimizda olimlar bilan bronza davriga oid ekanligini aniqlashgan edi. Bu bronza davriga oid topilmalar Qo'shrabot tumani Oqtepaning Xonnazar qishlog'idan topildi. Yana shu bilan birgalikda qabrning ichida otni faqat kalla suyagi chiqdi. Demak, bu men tarix manbalarida o'rganganimda erkak kishilar bo'lsa va oti bo'lsa, shu otining so'yarkindagini kuyovlik tanasi chiqmaganligi sababli qabrga otni kallasini qo'shib ko'markanda. Chunki diniy e'tiqodlarga ham bog'liq bo'lganda bu yerda jangogi nargi dunyoga borganda ular shu otdan foydalanadi degan maqsadda qo'yilganda, jangogi sopol idishlarda ovqat yeydi nargi dunyoga borib ganda degan maqsadda shu idishlarga oziq ovqat, suv, 3 ta idishga qo'yilgan. Shunaqa bir necha joydan topildi bunaqa shu Xonnazar qishlog'idan. Mana bu sopol buyumlar, tosh qurollar, buni barisi Qo'rg'on qishlog'ida soyga sel keldi, Oqsoyga. Sel keldidagina jar quladi. Keyin bolalar menga xabar berdi, ma'lum dedi, shu yerda jar quladi, maktabga kelayotgan bolalar ko'rib kelganda, shu yoqdan kelayotgan bolalar, o'rta qishloqdan kelgan bolalar. Jar quladi dedi. Keyin darsdan keyin bordik, qiziqgan bolalarni, tarix to'garagiga a'zo bo'lgan bolalarni olib o'quvchilar bilan birgalikda endi u yerdagi chiqqan narsa son sanoqsizda. Endi agar uni hammasi bo'lsa, butun tarixni so'zsiz jonli keltirish mumkinda.
bizlar qizlarga yonalar tozalatib yuvdirdim, o'g'il bolalarga tashdim bitta xonaga. Sopol buyumlar, tosh qurollar, yana qancha mehnat qurollari bor edi. Shu sopol buyumlarni yasaydigan asbob uskunalar bor edi. Barisini agar shuni saqlab qolganimizda katta narsa edi. Keyin shu yerdan sopol quvur topildi, sopol quvur. O Buloqsoydan 6 kilometr, 8 kilometr uzoqlikdan shu tepaga suv keltirilgan quvur. O sopol quvurlar demak, bu yo'llar ishlari ham hammasi montaj qilinganda sopol bilan. Aziz tarix shaydolari, mana shu Oqtepa tarixiga qiziquvchilar, Oqtepa soy hududi juda katta boy tarixga ega. Buni o'rganish uchun uzoq davr talab etadi. Hali o'rganilmagan qancha joylar bor. Bizlar Oqtepa qo'rg'on o'zida qo'rg'on atrofi devor bilan o'ralgan deydi. Uning 3 ta darvozasi bo'lgan deydi. 9 ta to'pxona bo'lgan deydi. To'pxonalar o'rinlarini aniqlash, darvozalarni aniqlash, bu keyingi mavzularda to'xtalib o'tamiz. Undan tashqari bir qancha qadam joylar mavjud. Qobizotda, Suyolotda, Boypeshrotda, mana shunga o'xshash bir qancha ziyoratgoh joylar mavjud. Bular haqida to'xtalamiz. Hali Oqtepa soy hududida bir qancha Kindiktepa, Rabot qo'rg'on, Zebi qo'rg'on, bunaqa joylarimiz bor. Bular haqida to'xtalamiz. Karvon yo'llari haqida batafsilroq to'xtalishga harakat qilamiz. Mana bu yerda 4-asrda Kushonlar davrida Kares ariq qazilib Oqtepa soydan Quduq soyga suv chiqarilgan. Mana shu kareslarni o'rganishga harakat qilamiz va sizlarga ular haqida ma'lumot berishga hali qudrat harakat qilib ko'ramiz. Rahmat. Agar imkoniyat bo'lsa, shu joylarni o'ziga borib o'rganishga harakat qilamiz. Masalan, Suyolotda, Qobizotda bularni oldiga borib, masalan, Dunqilla, Kindiktepa, Rabot, Sostiq jangi yoki Kindiktepa jangi, Qo'rg'ondagi bo'lgan voqealar haqida, Olmota tepaligidagi janglar haqida batafsilroq yoritishga harakat qilamiz.